Salom hammaga. Hamma mendan Yevropada qanday qilib maza qilib yuribsiz, shunchalik boymisiz deb so'rashyapti. Lekin ko'pchilik bilmas ekan, Yevropaga ko'p pul xarajat qilmasdan ham kelish imkoni bor. Hozir sizlarga bu haqida batafsil gapirib beraman. Work and Travel Bulgaria orqali siz deyarli tekin Yevropaga chiqishingiz mumkin. Eng zo'r tarafi avia chipta, yotoq joy, sug'urta va ovqat hammasi ta'minlanadi. Ish joylari esa mehmonxonalar, restoranlar, qirg'oq bo'yidagi kafelar va yana ko'plab sohalarda ishlashingiz mumkin. Ish juda ham yengil, atmosfera esa juda ham ajoyib. Oylik ham yaxshi, qo'shimcha vaqtlarga bonuslar olasiz. Eng muhim jihati, bu dastur orqali siz Yevropada qonuniy ishlash, yangi do'stlar orttirish va tilingizni rivojlantirish imkoniga ega bo'lasiz. Yana bir plyus tarafi, ish joylari mavsumiy, ya'ni yozgi yoki qisqa muddatli bo'ladi. Shuning uchun talabalarga juda ham mos. Xullas, Yevropada maza qilib yurish uchun boy bo'lish shart emas. To'g'ri yo'lni tanlasangiz shuni o'zi kifoya. Agar sizga ham Bolgariyada ishlash, tajriba orttirish yoki work and travel qiziq bo'lsa, kommentga yozing. Keyingi videoda qanday topshirish, qaysi hujjatlar kerakligi va muddat haqida batafsil gapirib beraman.